Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər, malanmış vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugün Uyğur bizəkçilik sənəti haqqında paranlaşımız, əziz mühimimiz sənətkar və sənət təhriri dəb azam bulamdaka. Əkrəm Mümin əfəndim biz bilan birlə. Xoş gəldiniz Əkrəmka. Assalamu alaikum. Bugün əmdi biz muş Uyğur bizəkçilik sənəti, Uyğur qol hünərvəndçiliki haqqında azraq bir müştimin mərkəzləşdirgə asasda bir fikir yürgüzüp bakaylı, paranlaşıp bakaylı dep oylap Ekrem'e bunu teklif kıldık. Ekrem'e avval özünüz bir azraq tunuşturup berem, siz ma ekran aldınız ki yaşlar üçün. Ben burun muşu Hüner Sünnet Mektebi bitirip vatandım şu kapak arkalık tunulgan vatanda işleyen işlerimni ma çetelge çıksam cık yerleri çalıke şunun için ma 10 yılın aldı da ma Norveç'e kep bu işini yani başkadan başladım. Ben bekerek kılan işim muşu özümüzdeki Uygurlarının örf adeti, özümüzdeki medeniyetine özümün sığış usulüm be dünya yoğurtuma da düşünüşem be muş kol hüner sünnet ram resimlan ba özümün usul be sızgan şununla her xil usulla be sızgan eserlerimde birden turip düşündügeç eserlerini kösesem buldu. Oy. Emni anlamatamdaka men taqap koyuptum avazını. Menin avazım özüm anlamakmı? Ya men dikmesi okşaydı. Emni yaxşı kivatamdı? Endi yaxşı go. Aga siz vatandan bu şu Uygur senet bilen kolunlardan seneti bilen bizekçilik seneti bilen şugullandınız, muşaktı senet eserlerini yarattınız. Siz berip anki Norveç'de mi garipti muşaktı terbiye neyim aldınız mı? Barip terbiyesi aldınız. Okudunuz muş kesipti yana. Dekoratif senetler kesipti. Muş okuş kergen sizlik vatandaki marip muş bizekçilik hakkındaki marip yok vatanın seviyesi bilen muşu gariptiki muşu bizekçilik senetinin seviyesi doğrusunda bir kandak bir kalınızı bir siliştirması boldu mu dep sorup bakmıştım. Vatanda okudum. Norveç'e kep bu kesimi okumadım ben. Vatanda özümüzdeki hüner sanati kesimi burun okuğaçkı bırak menin hizmetim tahrirlik kılgan burunca. Jurnalda güzel sanat tahriri. Men tolu aşı vatanda maşı yazılağa men kızıktım aşı hüner sanatlar kol hünergi değmez. Üyedim bir yenilik işleyen eserlerim var. Norveç'e kelgen yakı men Norveç'de bir narsa dikkat kıldım. Bu hemmeden degidek resimçi kebiyadiçi. Men bu may buyaqni siz bulamaydan oxşayman. Su buyaqni siz bulamaydan oxşayman. Jiq oyladım. Oxirsida men oylab baqsam özümüzün tarixida bizningki qo'l hüner sanat dunyoga taqilgan. May buyaqlar endi bizga taqilib borganmi endi uni rasmchilar biladi. Bakrak bizningki hüner sanat xili başqa millatni o'rgangidek yerlar borki. Masalan men kelgan yili aş tağına arsiga ketib men kelgan yili tağına arsi kirishni oldida men shu yillari akamba telefon shalaydim. Hozir aloqam yo'q-ku. Shu vaqtda akamga men o aka menga bir qapoqlardan avatib bersang bo'ldi desam akam shu vaqtlardan keyin sal ochiqlab qoldi. Bu qapoqni rasm sizmisangmi rasmchi bo'lganda bo'lmamdika bu qapoqni eslolma deganda o gap yaxshi gap men uchun. Toptura qapoq bu Norveç'de o'smaydi shuning uchun boshqa usul bor siz aydab shu boshqa usul bilan kirib ketdim tabiatga. Onundaki tağlan arsıları kirib taşlağı sizdim. Men taş orqali tunandim. Burun çaqchaq bir ağaynam Ekrem qapoq deydi-ki burun. Hozir Ekrem taş desak bo'ldi-ki dedi. Ondan keyin taşlardan taraqib bazı köteklarga tushib ketdim. Taş va kötek qapoqlar endi shuningga bu o sizdim depla sızsaq bo'lmaydi rasmnicha. Çünkü hozir balla bak yaxsız da her isil rasmchilar bizningki vatanda qoldi. Endi chet elda men mishak bir fursatlar va mishak kep qolganim ben mishakda qolaman-ku.
mush kasb orqali tunildanışı olsa, Uyg'urlarning madaniyatini tunishtirmoqchi bo'lsam, bir yangi usul kerak-ku bu. Yani keşke aşı ramgı resim sizip, haksızganı sizi versem, ya işte olmaydı ki bu. Şunun için ben özemme birisi işim çoğun geldim bu çetelge. Şunda bağlandı mı? Yani yeni usullarını ben çıkırak tağına arılır jürme, tabiatlarını izlep, aşı birdem taş be, birdem aklat kandı, birdem yağaç, birdem pendemiz açtı arılıklar jürme. Haklar taşlı etken neslerini ekep ben özem. Körep ben bir nesli his kıldım da, eng sat narsaning ichidami chiroyli narsalar bor ekan. Eng chiroyli narsaning orasidami sat narsalar bor ekan. Endi bu qapoq desak, masalan, qapoq nima burun sizgan vatanda. Bu chet elga chiqib men to'yib qoldimda, bu qapoq bir chiroyli tursa. Buning rasm sizmasaqmi, esib qo'ysak, shunda chiroyli turdi ekan. Endi qapoq rasm sizmoqchi bo'lsak, masalan, men rasmchi bo'lsam, mush qapoqdan chiroyli o'zi. Uni nima chiroyli qila olsam, sizsam bo'ldi ekan. Bo'lmasa sizmay, ash o'zini esib qo'ysam bo'ldi ekan deb shu ideya keldi. Yana birisi bu qapoq asli chiroyli. Nima uchun buni men uyuyman, buni kesma, buni qurashtirma, uni da qurashtirmay, buni uyumay, ash o'zim bilgancha, o'zim o'rgangan kasb va ma'vo Avropaning har esil ranglari bor ekan. Bularning ranglarini men qabul qilib, bizning ranglarimizni ular qabul qildi. Ash orqali men sizib haydab xili jafoliq bu tarafda men yengib chiqdim. Xili yangi ranglarni aralashtirib sizish usulumni jiqraqcha shu qo'l hunar sizish usuli. Ash orqali yangi asarlar chiqdi-ku. Bunu texnik tarafi qandaq bo'yoqni ishlatasiz, qanday eşyalarni ishlatasiz? Mumkin bo'lsa asarlaringizni bir tunishtirg'ich nima qilib bersangiz. Men asarlarimni tunishtiray. Masalan, ma bir qapoq Turkiyadan ekan qapoq. Turkiyadan bolalar akab bergan. Bu qapoq ostida bir narsa bormi yana aka? aslida men ashta qurashtirib, mishta har xil o'ziga moslashtirib. Bu Turkiyada ekan qapoq, kichik qapoq. Yana bir bakla ranglari mana o'zi rangmi, shu kuyab ketgandek bir ashni. Ashni men nemaga moslashtirma deganda bizning qumluq. Ma rasm bor. Buningga men Meyanınki, subuyaqnınki ranglari ba lak, yilim deymiz, ashlarni aralashtirib mishninga. Sizi menda. Andikin mavi bir qapoq var. Bu qapoq o'z chiroyli. Endi bu chiroyli bo'lgandan keyin bu nimaga moslashadi debchi? Ba'zi vaqtida shu o'zimizningki chiroyli odamlarni shu orasiga o'rnashtirsak, bu yaxshi chiqadi buning ostidagidan. Shuningga bu ishlatgan materiallarni desam, bu qapoqqa endi rangi diqqat qilmasak, bu inchik hunar bo'lgan ekan. Akril deb qo'yamiz bu yerda. U subyaqning yana inchikligi bu. Shu rangni ishlatib, bu rangga men shu chaplab turib sizimanda, shu nimaga qapoqchi. Chunki buni qapoqqa chaplanmasa, bu subyaq asanchi suba o'zi o'chirilib ketib qoladi. Taşmı şu. Meyada bir taşlarım var. Taşlarımda mağaza jursamı çıkmadan koyattım ben. Ma taşlarını bana. Oya. Mış taşlarını mı aşı Özgüç aldı. çıktı. Aldı da aşı özüge aşı nimelerini koyayım ben de. Bir yilim var. Aşı yilimlerini aşı aldı da aşının beri itip. Yani ma taş. Nima ketib qolib qoldim. Biz nima Ekrem aka bu ovozingiz ketdi, ko'rinishingizmi ketdi?
Oy bu avazı ne oldu bu avazı? Mening Ovozingizmi, ko'rinishingizmi ketib qolib qoldi aka boya. endi yaxshi Endi bo'ldi bu. yaxshi, endi Nima chiqdi. bular bu? Ha. Birdan turib uni Ha, qurashtirsizlar deyman. ha. Ulanib menga bir Ha, qura. bir chataq yo'q. Yo'qmi? Aka buningga Shuningga davomlashtiring so'zingizni. shuningga qapoq qilib esib olmasak bo'ldi ekan bu. San'at degan endi voy yana mani Men nimalarınızda xili ko'rdim aka, rasmda chizgan narsangizni. Manga ayliqi ko'taklarda qilinganlari bek o'zguchi tuyuldi. Chunki buni hamda siz hamda nimadir Norvegiyada bo'lganiki bu yerda daraxtlar, bek jiq o'rmonliq uylarda uni ham materialni tepishda ham o'ng'ay bo'lganda aqchan. bo'ladi. Masalan, ishchingiz qaynab turib, bu san'atga shunaqo ko'ngil bilib, hissiyotchan bo'lib asar chiqarman desangiz bo'ldi ekan. Masalan, mening bir asrim bor. Shuni tunishtig'im kelib qoldi. 2022-yili mening opam to'yib ketdi, ko'rishamidik. Ko'rish nisbim qilmadi. Undan keyin shu yillari vatanimda nurg'un ishlar olib ketdi. Shuning uchun men yosh chiqlab ketdi-da. Mening ko'zimda yosh chiqmagani ba, mening asarlarimda oqaqidan yosh asarlar chiqyapti. Masalan, men shu vaqtlarda tog'larga kirib ketib, toshlarni izlab mana bu yerda mana hozir hammamizning beshi tosh, ko'zida yosh degandek mana mavi ostidagi ko'tak. Mana bu ko'tak, men suv chachiman. Suvni chichib, ko'ktaydi o'zinki nimalariga cho'pi. Mana shu. Mavi embel ostidagisi. Mishna embeldan biz 20-30 ni oldim ben. Bunu tamak etmeyemem fakat eserge. Mavi taş. Hemimizin beşi taş var. Bekrek ayarlarınki jığıcı hazırca. Şunda vagandı ki ben şu jile öyde közem yaş çıkarmayı dua kıplam. Resimxan kirip mışı eserini çıkardım. Şununla bu eserler kelgendi mi? Endinkin bu hazır mışı kötek dediniz. Mavu melli işlahatqa o'xshaymi debchi, men bazaqtida ko'nglim yerim bo'ladi. Men bu yerda ishligini uzun yilib ketdi, keyin bu rasmxonni quchoqlab dunyoga ketmayman. Ballarni bir azroq bir o'rganib olgan bo'lsa, yo bo'lmasa o'zlari bilgan bo'lsa, mush asarlarni birlashtirgan bo'lsak debchi. Chunki bu asarchi qarang, kechkichi ram rasm bilan bo'lmaydi. Shu Men mishaka his qilsam bu ram rasm necha ming yil oldi bu. Onu da yenilash kerak. Ram orqali, kötek orqali. Mesela mening bu bir kötügüm var mana. Bu kötekni mesela bir mana bu mu bir işte cho'klab ikki tarafda mana. Undan keyin miyada ham bir qapoq bor mana. Mana qapoqdiki mana rasm dangliq Nurgiyada dangliq mumkin debchi bir rasmchi bor. Shuni bir muzey Türkçede. shuni muzeyim bor. Bunu bir yer sizginem, bu mu şu yılı sizdimde 22-yili. Bu ma resim basaj geldi. Ma bizim medeniyet. Ma kütek asıkisi. Kütekler basaj gitti buna. Endiki biz yıl ben Germanı körgezim bağında bir hoş haberni öz közembe kördüm. Bizle birleşip muşu kesimini kıvatkan bir küçük kızcak var. Kamila depçe ben anlayan eserleri açı Kamila dep kızcak o Angliyada. O kızcak eserlerini apırıp diken ben işçimden ben neyim deşim bilemey eserini ben özlem setip aldım. Bana eserini gören ama. Öz işliğe eseri. Bana bizim bu eserleri açı Angliyada mukabat algan eserlerke ben setip tüpüge özlemden küçük kapağım ne var işliğen kapağım neçe. Derli masajdı. Masaj bir çok eser oldu. Endi bu tushunmaganlar o bir tal kötek o bir tal yağaç o dedi. O nemi desem eğlendi. Bırak hazır moda bo'layotgan bu Avropalarcha. Endi ram rasm kelsak, ram rasmni o'zigacha sizish usulni o'zgartdi hozir. Qarabla palanchining rasmi ekan deb. Men ram rasmdan sizmayman, ram rasmdan mana har xil. Bularni sizganda pek inchik sizmayman. Açma ishchiga o'xshamaydi, inchik. Bekle inçiksiz etmen var. Miyaladımı var ramlasından bana. İnçikmişi. Sızık belki. Bunun bir yıkımı var mı ki? Bunun senette bir ağrımdı mı? Yıkım deyip sizden sızış usulunuzun deymen o.
Ee, Jiq ağrıydı-go, jiq türleri bar-go sanat nimeside, men nezerinizde? abaytın sizge dedim-go, men ögengen kesbim hüner sanat bolgan eken, Ha, ha. hüner sanat jiqrak aşı sızık bä bolady-go. Hı, hı, Şunun hı. mışı sızık bek diqqat qılymyz. Мәсәлән, ma sızıkның Hı, arasında mına meýär hı. mında rang oganda meýär kirip ketdi ma ýem bir ramga 2 ramga. Hı, hı. Ma ramda başga rang çykdy bununda. Mana ma. Malaçy Hı, başga bir rang çykdy. hı, Manyň arasy mana özemniň syzy usuly. hı. Maýbyakçylarga okşamaýdy. Ma Elbette, elbette. Ve hemmesi. görünüşkil zaten parak çıkıp turdu munda karısılçı He. başka resimlerin. Muşlarny mana sızık bä inçik syzyş gerek. Rangny bek quyak beretmeý mesela. Nime diýmez mesela. Mäto çykyp galdymdyk. Hı. Dompanly rang dep goýmys burun kiçik Biraz, wagtlarymyz diýetdi, kiýimin ha, kiýgende mi masaj turup kiýýänler depçi. biraz. Şunu bu rangny bek diqqat kılıp ketdi mende. Men aldyda kelgenjide men bir şeýge näçikdim körgezme gatnaşamadım. Bir parça resimni götürülüp lan men ýaksızdım digen olmaýdy ki bu ýerde. Biraz. Bu ýerde hemmesi resimçi bolgan eken, bu kандай kıldım deseňler, kamçylygymdy izledim özüm aldyda. Neme üçin menekini kubul kılmaýdy dep karasam, hazır is kıldım biz Asiýadan bolgan eken biz bilemeýdi ekenmiz. Biz Hı, işletken rangny bu Awropada bekme işletmeydi eken. hı, Kızıl, yeşil, aşna ranglarny uçuk ranglarny. hı, Mala kök rangly, isil bir kıllyk, kül ranglar var, aşlany maslaşdyrıp aşna bir maňyzlyň bir resimler var. hı, Mesela ben kapak giygende başladım. Endiki mana ma ranglarny diýmiz. hı. Mana Maaşı men bek ýaxşy gördüm maranyň ilki bir-birisi bolgan maslykyny. ma kütek mana. Muş Hı, küteklerini mana muşnaq maslaşdırıp muşnaq muşni muş ranglarny kirişdirip endiki mesela ma aqydaki ma naqaşny mana ma ranglyça. hı, Tok rang emas arasında işte isil rang çıkanda mesela hı, ma kapakның arasında mı kum degen mesela kumның ma arasında mı ak ranglar var azrak bir nimeler var mana müştaq pişirip va kubul kıldı hazır keçe mana resmin baş körgezme katnış yalvuzum Ben tıpak sizden şunu sormakçıdım aka. Biz bu eserlerinizden mesela Uygur kol ünlermençik eserlerinden bu şu garip dünyası tonuluş kandarak qaysı bir basqışta. Mesela siz anken yani bir Uygur mervayet eden mesela bek etnik siz aydığı bu resimleri Uygurların azık ahvalini aks ettirip bergen. Endi bu xil eserlerning garip dünyasida qabul qilinishi qanchalik masalan xil tonulamdi, xil haqlar bilinemdi, xil o'zgacha bir iqlim yarata olish imkoniyati bormi degandek. men endi Mervayet hanımni men hürmetleyme burun mu tunuştuk maybiyakçı bek yaxşı Hı, biz yılmaşı Mervayet hanım ornaştırıp bizni jiqqaşqa bizninki 6 resimçilerde 6 xil siziş usul abstrakt hı, var arasında. hı, Men abaytın degan Angliyadan kelgan Kamila, Amerikadan Belgiyadan kelgan Sonya depçi. hı, Aşı kiçik kız vallahi mı hazır resimde aşı sizi versek mağadan yollarımızı düşündük emas. hı, Mesela ben maybiyakne siz bulamayın bir yerde. Her isil maybiyakçı resimçi Uygur balla ba. hı, Bizim bek yaksızıydı da. Endi hünersin ettim o bek isil balla ba. Hünerçiliklerçi. Bırak ben özümün usulünü izleş için menimki her xil sızgan sızıklarımı neçə xil rəngə ayrılıb mağzımə. Endi meninkini bek iştikkilikə tərəqqib ketmeningçə. Moda olub ketdi sen buludu endi iştikkilikə körgəzmə qatnaşıb xili yerlərdən təklif qilib vaqtni yetkizəmə ötken vaqtlarım var. hı. Aşna öpküdü. Bek Endiki men özgüçülük sizninkilik başqa yerden oňay tapqyny bolmaýdygan bir xil özgüçülükigide. endikin körgəzmlərdə ballağım deymen go men resim sızatqanlar, sitinglar resim alan depçi. Çünkü mangalıqı bəzaqtır biz resimçi degenimiz bilen mesela manga material bek çık ketidi. Her xil materiallar. Hı, Endiki bizil körgezmige mening işilgen neçə xil türlükdeki eserlerini bir maşinne men şopur bä sözleşip qancha pul kes meyli dep özemning Uygurlarga ve çeteliklerge bir kösetkin bar dep aç oyan batdı. hı, Meşu Norvegiýada 2400 kilometrni besip maşin be apadım aşağıda. Aşağıdımga dağ doğup ketdi go.
Endeki xili umdallı setildi. Hı. Bu setilgini men beyip ketmeymen. Bu setilgan pullar nemege yordam qildi degan haqida mening aş berip kelishning kirasi deymiz, yataq deymiz. Endekin qaytib kelsam yana rasmni davomlashtirganga, yana ko'rgazma qatnashadiganlarga şunu yordam bo'ladi-da. Endekin Senetge pulga aylanması yani vaqt saat kelgence özünüz taraqqiy qildirib maňamayda, o özüge has bir saha bolgandyken. hozir gap shu. Masalan, bu shu ba'zan rasmchilarga deydig'ini menda. O rasmni doğrab sızsanglar mayli. Ya bo'lmasa shu doğrab sızgan odamdan bakrak yaxsısanglar mayli. Nima uchun setilmaydi degan savolni o'zinglardan so'ranglar. Nima uchun ba'zilarning ishtik setildi deganda uni o'zinglar izdanglar bu jamiyatdan. Izdanglar savol chiqadi birdamda. Mendan so'ramanglar, meniki bir yerga borsam, meni xili yaxshi setilyotidi. Men sotaman deb chiqmayman. Masalan, Yaponga borgandim, men yaqinda Yaponga bir oyda turib keldim. Aşağıdan bir inağınımız eserlerini ekersen oldu aka dedi. Oy bu eserini ben kanda apır pulalayma desem küçük sorun kısak deyendim ben apır pulamayma desem eke bakmamsa dedi makul dep ben yolu kokmayman ga aydırımı veriplam işip keken pulunu töylep apardım. Aparsam acı balık kubul kıldı. İki Uygur balık kubul kılıp hemen krim yakşı da o krim bende kanalımızı muşu vaqtni mushu ajrlarga ishlatib aşı nurg'un esil asarlar endi Yaponda ko'rgazim qila olamdik, qila olmamdik, uni biz bilmaymiz. Biroq necha asar aşağıda qoldi-da mana Yaponda. Menki Yapon taz maskelemdeki eserleriniz bir xil Japonliklarning nimasigimi bir estetik zo'qigimi bir xil ölçümigimi tushirgandek his qilmayman. Endi mening asrimni o Yaponda ko'rgazim qilib boqmadim. Jihiyalarda qilib boqmadik. Endi yil oxirsida endi Avstraliyani o'ylashyapmiz endi qani bir. Türkiye'de qilib aka? Ha? Türkiye'de? Turkiyaga men mushu chet el chiqqan yoq Turkiyaga berib boqmaganman. Turkiyada qilib boqmadik. Ma o biz yil nima Marvat xonim mangmi degandim, Turkiyada ko'rgazim bor debchi. O'rnashtirsa taklif qilsa qilma va bor emas. Masalan, mushu Fransiya deymiz, Turkiya deymiz. Masalan, qa davlatlar bo'lsa biz asarlarni olsak bizni xili yengillik bor bizcha. O chet elliklar ko'rsa, voy bu Uyg'urlar nochka bu mush kasbni taraqqiyga beribdi debchi. Yaxshi ta'siri yaxshi-da. Qanda millat ko'rsimi? Mala ishlatibdi deydi. Ishlab har xil kasbni ishlab ketamiz-ku. Muzikada degan har esil yosh bolalar degan Fransiya degan dag'do o'qib degan men ko'zam yosh ketdi ba'zi yosh bolalarni ko'rsam. Men o'zim mush ishimdimi hozir men shu kunni vaqtimni yetkazamay yangilik izlayman-da. Bu yangilik qanday bo'ldi desangizchi? Aş işçinde partlab chiqib, aş men mush kasbni yaxshi ko'rdim, mushni umroyat qilib ketaychi desa, aş kasbi aş oldiga mangadi ekan. Mani qilib, mana pul topamadim, ani qilib, ay, an bo'lmaydi ekan deb ashtaq bir şeysi vaqt israf bo'ladi. Qapoq nima? Endi meningki shaxsiy o'yamda bu qapoqni hammani bo'yatsak, mening shaxsiy fikrim, mening gibi ma'miz to'g'ri ketmaydi, biroq mening o'yamda bu qapoq nima uchun hammani sirba bo'yatimiz? Özün rengi tutsa, şunda çırayla kapak tutsa, kulağın tegmeyini yaxşıdır bazı haftada. Tekken güçlük şu Özün rengidim çırayla çıkarsan da. Çıkarsak buludu. Şekilli bek mühim değilmiş şeklini oylap durup. Şununla bek mühim. Ben bir parça resimde ben bir günü tüketmeyim. 15 günde en işçiye. Bazılarında neçə yılda pütüdü o eserler. Muşu hazır kılmış resimxandaki eserler. Sırtım eserlerim var. Şu 10 yıl yakı işlep koyan eserlerini. Bezerlerini ben özemle saklam kep kaldı. Ben ancımıçılık ündidarına içirik nimlerini körüp koymaylık videolar bulduk. Ündidarına içirik. Şu videolar kısalık nimler çıkıdı. Gulcudu bir kız var. Kum kapartmasızlıgan. Onu bilemsiz ki aşmam da Uygur Kolu Üniversitesi'nin içine kirip gitemdikin dep oylayım. O bir yeni sanat. Ben müşak çıkaşımda, ben Kazakistan'da vaxtımda Gulcuda yeniden çıkan kız valla emez kodayım, bir uğabalı kodayım ben. Kız valla dep bilettim, ben kız valla kızımda kaldı. Onu aldı birisi ben alaqıp, işte tunuşluk verdim, ben vətən görüp körüşemedim. Yeniden işlep, onunki kumluk resim.
Norgiyadimi bor, Norgiyada bir bola ishlab, shunda chiroyli ishladi da, jiqpilla shu oxirsini chiqaramadimi, yo vaqti yetmadi, o'qimadimi chiqib. O bir yangi bir san'at endi. Uni endi har xil usulda chiqirdi nima o'xshash. Siz umumyüzlük akamışçat etkançınızda mı şu sanatçat Uygurlarının ilgirilişini qandaq dep düşünsüz bopmuş ünərvənçilik ve bizekçilik jarayonida vatandagi Uygurlarning ahvollarini kuzatib tura olamsiz, turamamsiz hamda medialar taz yaxshi bo'lmagan ekan. Hamda chet Endi elda bo'lsinmi, diasporaga Uygurlarning ichida bo'lsinmi. endi vatanda pek isil qo'lhunarchilar var, har rasmchilar var. Meningki shu vaqtida turdimin deb bir davlat rasmsizda hunar san'at rasm bek yaxshi. Shu adamning ta'siri menga cho'nqir olgan. Har isil ma'lumlarimiz var. Ular chiqamagan ekan, biz mishar bo'lgan ekan, biz olsaqmi endi burungi partisi o'tiravermay, bu chet elliklar bilan o'xshash taraqqi mansaq deb o'ylayman. Ularni oldig'im chikitib qolamiz ba'zi vaqtda. Meniki ba'zi vaqtda asarlarim shu Avropaliklar bilan birga ko'rgazib qo'yilganda menikiga ba'zilarni chiqirib ketganlar bor. Ta'sirlab ketib, yig'ilib, "O buni sen qanday o'yba, qanday inspiration kelib chiqarding" degandagi men tushuntirib berman. Bizni tug'umliq bizni bormi shuna hunar san'at kasb bizda. Necha ming yil oldin biz dunyoga taqatgan. Shuna bo'lgandan keyin mendimi bor. Men qaynab turib ichimda ashuna qilib chiqardim. Lekin bu yosh hozir yetilib chiqayotgan bolalarga albatta bir gapni qildim-ku. Masalan, ko'ngil bilsa, umrvoytmish birla ishni qilsak, bak yaxshi qilib yetalaymiz. Hamma ishga aralashib ketsak, men u yanda yaxshi bo'lmasmiki deyman. Elbette men siz bilan o'xshash bizning kasblardan shugu, masalan, cemiyetshunoslik bilamdi, insonshunoslik bilamdi. Cho'qim bir sonni tutib turib, inchik tutib bir narsani tadqiq qilib oxiri chiqarsa, shu chiqargan bo'ldi. Andiki meniki o'zim ba'zi vaqt ish pishig'imni chiqiraman debchi, men muzikaga amoq. Har xil muzikam bor bu yerda. Men muzikalarni rasmimga moslashtirib kirishtiraman. Men o'zim uchun yashayman. Men xalqlar nima deydiki degan o'yam yo'q. Endi amalva yosh bolalarga ozroq bir madad beramikan, mush kasb bo'lgan ekan debchi. Har xil isl muzika Instagram'larga shu to'ldirib yetman. Kunda 3 dan 4 dan endi. Anglamagancha, anglasanglar muzika orqali rasmni ko'ringlar. Rasm orqali muzikani anglanglar. Deb ashnabi. Nima Instagram'ingiz bo'lsa bir şey chiqarib qo'ysak bo'pti-ku, yosh bolalar bo'lganmiz ko'rib nima qiladi ekan. Instagram'ingizni bizga Bor meniki. Bu menga ekran chiqarib qo'yaylik birdamlikin. Siz evet bersangiz bir ekran chiqarib qo'ysak bo'ldi. Bo'ldi, ashuna qilamiz. Nima siz anki yoshlarni ahvolini so'raydigandim aka. Mao hamda bu nesildan nesilga davomlashadigan hamda ustoz shogird sifati bilan bo'ladigan narsalar bor xilichiq. Hem bunu o'qish keraklik ham deb sizlarni hozir shu bo'layotgan uyqu qapartma san'at bo'lsin, qapoq sizish, nimalarga sizish degandek narsalar bo'lsin. Bularning hammasi hamda maktabda dars qilib o'tilmaydi. Shu normal bir ustozni o'rgansa ham yaxshi o'rgangani bo'lgan bir narsamkin deb o'yladim. Hamda Uyg'ur bolalarning bu chet eldagi Uyg'ur bolalarning bu narsalarga qiziqishi, bu narsalarni o'rganma deyish qandaq müşchetdi bir sizga bilan aloqa o'tganlar bormi degandek. Yoki masalan chet eldagi maktablarda masalan san'atchat, Uyg'ur san'ati haqida darslarni berish takliflari hech kelib vaqtida sizga ham Turkiyadan qo'y kelmaydi. Turkiyada asosiy jihatdan dinli o'tadi shu. Lekin mag'arib tarafdagi davlatlarda bo'ldimi shunday bir urinishlarmi san'atchatdan, Uyg'ur san'ati jihatdan bolalarni tarbiyalaydigan? Jiq bo'ldi menda. Masalan, necha yil oldin Belgiyadan bir oylik deymiz, necha oyliklar dars bersangiz bo'pti Akram muallim deb ketdi. Men dedim, men burun ma'lum bo'lib boqmagan. Avropaning qoida bo'yicha burun ma'lum bo'lib boqmasa, men yerda ma'lumlikni boshqadan o'rgansak, lekin bola dars bersak bo'ldi ekanda, men yaxshilsaqmichi. Shuning uchun hozir bu rasm kasbining darsini Maroyatxonim beryapti. Men endi menda savol so'rsa, shu vaqtlar savollarni beraman. Undan keyin meniki shu tug'an shahardimi, arablarmi degan ayollar olamdi, erlar olamdi. Ashlar to'liq ko'rdik mening videomda. Biz pul versak, bir kurshi ichib bersan deganda, men dedim, men endi mening arbeyde stipend halomida, hal olsa, men cho'qmi ichib berman, men pul olmayman sizlarga dedim. Endi jiq bolalar talab qilyapti. Endi jiq bolalarni o'rganyapti. Endi buningga hunar san'atimi? Endi eng oldida qoida bo'yicha
Rəsmni sızalaş buluş kerak o. Rəsmni Ha, azraq teges sıza buluş gerek. alsa aşkınığı manga asan. Rəsmni faqatla düşənməy, rəğnimi arayamay yüzsə manga təs oladı. Şununğa rəsmdə azraq xəbərli var ballar aldıdım tirişib baxdı. Biroq men məxsus mening bu yerdə şəraitim yaxşı bolğanda men bir kuruş echish uchun bu Norvegiyada chiq. Ma'lum Yo'q, bo'paq. rus bulmasıma qayliq mesela hozir jiq maktablar bor, Turkiyada Uyg'ur maktablari bor, Amerikada bor, Gollandiyada bor Uyg'ur maktablar ana tili o'qitadigan, nima o'qitadigan. Mesela bu şeylerle medeniyet dersi kılıp Uygur'u seneti hakkında bir saatlik bulamdı o hep bir ayda ya iki ayda bir. İşte bir Uygurların senetini, Uygurların kulu nervençilikini düşündürdüğüm işte bir dersler bolsa Uygurların senetini vallahi düşünüp bunda hem adam senetçi bu kesin demek istemezlik fakat bir tonuş bolsun Uygur senetiyle dep İşte bulut oylayman yaxşı. go. Lekin endi Türkiye'de senet asosiyatdan Türkiye'deki Uyg'ur maktablarini men berib o'z ko'zim bilan ko'rib boqqango, unda Uyg'urlik duta temberlerini, Uyg'urlarning musiqalari, rasmini o'tidg'ashlar asosiyatdan yo'q. Ya şöyle ya qiraat qilishni, andan keyin ya maktabni ya ingliz tili o'qitishni, kompyuter o'qitish. Ashta narsalar bor. Lekin Endi Türkiye'deki, Fransiyadagi maktabda bor. Medeniyet dersi de bir saatlik ders şu. Hem de dünyanın hem yerdə Uyğur ballarmış, Uyğur sənəti, mədəni toğruluq bir dərslər ötüsü obdan bulamdikin degan bir fikrim batdı. ma yaxşı sual. Men o ballağımı degan, ma o aldınqı yılıma yazda men şu cemaatlarni, biz cüme namazı qılsaq yığıldan bir ballar var, şularni ikki qitim ekeldim rasmxon ular uchun ko'rgazma qilib ko'rib ta'sirlab ketdi. Ashlag'im dedim men. Rasm sızsa rasm chüp ketmaydi, naqshi sızsa naqshi chüp ketmaydi. Sizlar xato o'ylamanglar. Biz degan to'lg'an bir millat. Hamma narsa to'liq bizda. Burun ata-bobamiz bizga olib qo'ygan ekan, "Mau rasm nimaga foydasi bor? Bir narsa qilgin bo'lamdi" deb boshqa o'ylarni o'ylamanglar. Rasm mau bolalarning bundan keyin boshqa xizmat qilishga, yo bo'lmasa yo'l izlashga, har xil kasblarga yordam qila oladi rasm. Masalan, bizlarga desak, men o'zimni qo'sh qila olaman rasm orqali. Muzikami shu. Shuning uchun kurishga taklif qilinglar, men berib so'zlab bera olaman. Men o'zim açaysam bu Norvegiyada bu qonunni bak tushunchu. Men kurishni men iltimos qilmay turib, bir kurishniki darsini men o'qimay turib, men yana bular bolalarga o'zimning hunarimni o'rgatsam, kelgan pullar uni swatch pangir deb qo'yamiz, u degan qarpul. Qarpulni qat'iy elish bo'lmaydi. Shuna bo'lgan ekan, men arbeydi stipend deb uningga iltimos qilib qo'ygan. Qani bir olib qolganda ishni qilaman deb o'yildi menda. Endi mening yana uyamda abaytın siz degandek hamma kasbni o'rgangani bo'ladi. Biroq endi o'rganman, haqiqiy o'rganmanda vaqtni ajratadiganga ota-onalar moslashmamiz endi bekor. Shu. Ota-onalar ya qo'ya rasmchilikni o'rganamdi. Rasmchilikning nima foydasi uning? Uningda ma'ni deb ba'zanlar millat u to'g'ri bo'lmaydi. Bizning kichik vaqtlarimizda bu kichik vaqtlarimizda biz dramaga bordik, naqsh usullarni ko'rdik, ko'rgazmaga bordik. Bizning aşı vatanda kichik vaqtlarimizda aşı madaniyat degan bak kuchliqdi. Hozir bag'ansi endi bag'ansi men ishimni yaxshi o'qitdi. Hammamiz tirishsaqchi. Endi bir yilda mana shu o'zimiz bir yilmi qaynab turib, 2 yil oldi tayyorlik Germanda ko'rgazma qilib oldik. 6 rasmchi. Bunisi aşna qilmasak, o'zimiz qaynamasak bu ishni aldığı mang'izolmaydi. Endi tushunmaganlar bu rasm ko'rgazma nimaga foydasi bor deb aşı yo'q savollarni odamdan so'ragandan keyin men lekin jiq narsadan jiq foydasi bor-da, Uyg'urlarni butun tonishtirish shu g'arb dunyosiga, dunyo san'at orqali tanitmasak boshqa nima orqali tanitamiz, boshqa tanitadigan bir san'at orqali tanitsak ishtik bo'ladi ekan. Masalan biz ham güzel qabul qildi-da, fayz tarafidan qabul qildi. Esil. Ma Uyg'ur millatlar o esil millatga deb yangidan kelgan vaqtlarimda bir xil mudoli qarab yurtdi. Hozir degan Uyg'ur desa bizning shahardimi degan, va ma millat degan bak esil millat. Bu millatning gibi biramon oshida bir yozuvchilarmi chiqadi ekan, rasmchilarmi chiqadi ekan, va sozchilarmi chiqadi ekan deb munda baho berdi bular. Va bu baklarlik nimasi bak yuqori ekan bularning saposi debchi munda baho berdi. Hammamiz bir narsa o'rganmay, bir narsa kirishib olsaqlar, endi bu kasbni o'rganmasak bo'lmaydi-ku. Meningki shaxsiy fikrim bu bolalarga nima kasb bo'lsa, ya o kasb ya bu kasb bo'lsa,
cho'qim aşı yishsal cho'ng vaqtida men bir kasb tanlayman deganda ya muzika bo'lamdi, ya rasm bo'lamdi, ya advokat bo'lamdi. Bir kasb tanlasa ömrübo'yit qilsa bo'ladi. Yaxshi bu Endi kasb. san'atmi o'zining kasbi bo'lsin, bir qo'shimcha kasb bo'lib qolib qolsinmi yaxshi-ku. Men masalan nemishqa bir hayotimda bir atal muzika yoki bir atal rasm chizishga o'xshash bundaq san'at jihatdan bir iqtidor yetildirib olmagan bo'lg'aydim deb o'zimga shunday nim bo'ldim bo'lmanda ko'nglim yerim bo'ldi. Endi o'zi masalan advokat bo'lsinmi, doktor bo'lsinmi, bir atal kasbni ya bir piano chala oladigan yoki skripka chala oladigan, ancha-muncha bir narsa siza oladigan bo'lib qolsa, umi bir xil fayz bor, hayot san'atdan huzurlanib zo'qib o'tadi odam degan. Mau savol, bak yaxshi savollarni beryapsa, to'g'ri. Qara, men mush to'g'risida mening o'ylag'im. Men o'sha vatanda jurnalda ishlatdim. Rasm jurnalicha. U vaqtlarda men fotografga mas'ul edim, tahrirlikka. Mening rasmsizdan vaqtim yo'q bo'lg'achqa, menmi ishdan sirtqa aşı qapaqni izlab tepib bir bola sizdi, men sen sizsang berib setidi ekansiz, men sizib ko'rgazim qilib, mushningga kayfiyat tug'diray debchi degandek shu yillari ishdan sirtqa men so'rong'im bo'lmay, uyandim o'ynamay, aşı ishdan sirtqa meni kasbim bilan munosabat yo'q bu. Ashna qilib yurib Malaysiyalarga berib ko'rgazim qilib kayfiyat tug'dirdim. Televizorga chiqqidek ko'p o'sha vaqtlarda Tangartaq go'zalga deymiz. Ashna bo'lib ketgan. Hozir degan savol yaxshi, adam zerikmay vaqtni isrof bo'lmaydi-da, har xil kasbni. Masalan, shu Norvegiyada mana buni men degan odamlar ma'lum bo'lamdi, soqchi bo'lamdi, ministr bo'lamdi. O'tirib rasmni sizib baqsa, mendimi yo'q sizdanlar o'ashlar. Bak yo'qsizlar. O'zini tinchlantiradigan, hayotdan zavq oladigan bir usul sifatida qabul qildi bular san'atni bir kasb dalalla emas, bir xil hayotdan zavq oladigan bir vosita sifatida qabul qilganlik ekanda. Ta'sirlaydi ekan, ma'lum mening tug'an mishada bir advokat bir ayolmi, men pensiyaga chiqayotgandan keyin bir rasm maktabda o'qisam bo'pti ekan deb. Hozirdan boshlab o'rganyapti va rasm men bir kurishga ma'lum emas, endi dars berdim. Bersam ichida har xil kasblar ishlayotganlar. Ashlar mushu rasmni doktorlar bakrak deydi ekan, mana nervga sotsialga bak yaxshi bu rasm debchi. Shuningga endi buni qo'sh kasb qilsa bo'ladi, rasm muzikanichi. U muzikani anglamay, rasmni ko'rmay, bir shalag berib kashkichi go'sht tomoq yeyma, Uyg'urlarning tomog'ini yeyma deb o muzeymga berish kerak. Ko'rsak tarixlarni ko'ramiz. Va qachonlar qarsa onamning lag'mini, dadamning kopi deb u to'g'ri u. Men amroq koplarni bir shalag borganda men ko'raman, men ash muzeymga kirsam degan va ko'rib bo'lmaydigan haqnami esil nasr va biz qabul qildik. Bizning esil nasrimiz haqqi berdingcha. Shunday narsalar bak muhim bolalarga. To'g'ri deysiz ekan. Men vaqtmi oz qoldi, sizdan eng oxirgi bir savolimni so'ray ekan. Masalan, bu Uyg'ur san'ati deymiz. Bu Uyg'ur san'ati masalan mening aqlimda shunday qolgan bir masala bor. Masalan, burun atlas desak mushtaq o'xshashli bir ko'zoynakli ko'z oldimizga keladi. Kichik chog'larda biz apillarimiz kiydigan, amillarimiz kiydigan o'xshashli bir kiyim. Keyin vatanda ish kirdi shunday jiq bolalar, masalan, Uyg'ur bolalar vatanda Beijingda degandek yerlarda bir atlas bilan munosabat ko'rgazmalarni ifade. Yiliq atlasdan tikilgan kiyimlar bak moda kiyimlarda. Men şu an o'ylab qo'yib qoldim. Biz bu an'anamiz deb do'ppig'im uchun eslimiz, atlaskim uchun eslimiz. Lekin bularni zamonaviylashtirsa, hozirgi zamonga uyg'unlashtirsa, bu yana tal qilib qolgan bir narsaga aylanib qolamdi, qandaq degan bir fikrim kelib qoldi-da. Endi sizdan so'raydiganim biz bu Uyg'urlarning qo'llanmachiligini, Uyg'urlarning san'atini saqlab qolishimiz uchun qandaq kelajakda texim saqlab qolishimiz uchun qandaq harakatlarni olib berishimiz kerak, buni qandaq zamonga moslashtirishimiz kerak. Bu muhimmi sizcha? Bu savolni so'ray. Muhim. Germaniyada Uyg'urlarning muzeyi bor, o'shada burunqi ota-bobamiz ishlayotgan shu vaqtdagi naqshlar bor. Mau chet ellik muxbirlar mendan so'ragan bu atlas sizlarningki Uyg'urlarningmi debchi. Men dedim, shu bizning Osiyo tarafda, bizning Iston degan davlatlarda Tojik ulamda boshqa millatlar, musulmonlarmi jiqroq ishlatadi shu atlasni, boshqa millatlarmi ishlatadi. Andiki Uyg'urlar davomli ishlatadi. Shuning uchun men atlasni har xil usulda men qapoq ishlatman, tosh ishlatman va yaqinda kiyimiga ishlatdim mana. Bunimi endi esil chiqarish kerak bunimicha.
Endi her bir milletning o'ziga tushliq markasi bor-da. Endi bu atlasni ko'raplam Uyg'urka degidek marka qilib oldik desak bo'ladi. Masalan, men atlas rasm chizsam Uyg'urka deydi meni. Endi boshqa bir millatlar bizmi ishlatdik degandan keyin men ishlasang sen ijodiy ishla biz menga o'xshash. To'xtamay ishlasang bo'ladi deb. Endi yana surishib kelsa, yana shu uy ota-onalarga bolalarga tarbiyadimi mush kasblarni bir ko'ngil bilib qo'ysa, bolalarini bir yerlarga olib borganda, ashuna bir muzeumlarga borsa, har esil materiallar chiqadi. Endi Uyg'urlarningki har esil naqashlar yo'qolib ketib bordi deymiz. Har esil masalan men ko'rgazman bakchiqchi meningcha har yili. Ne chiqdim Turkiyadan do'ppi keldirdim. Do'ppininki materiallarimi nachar, yaxshi emas. Tikilishimi endi so'da yaxshi emas deb ashuna bo'lamiki deb qoldim endi. Bir yil kiyma, ikkinchi yili jitildi. Endi bazaqni o'ylab qolmam, mushu do'ppinimi yaxshi ishlab, yaxshi tikib, palonchi pul deb majil setilmiz, kelajil setilar, yamisi o'zim saqlab qo'yman deb, bunda ishlasam yaxshi chiqdi. Masalan, bizdimi har esil naqashchilar bordi. Birdan yo'qoldi-da. Biroq ma Avropa taraflarda saqlab qo'ydi ekan. Taraq qildi ekan. Mishada bir oyoq tikidan mozos bor. Ota bobosidan qolgan oyoq tikidi. Ayrim bir dachada ücret turib, ücret tagisi kirimiz, kirib oyoqni azroq tikkiz, qo'l hunar baqib birdan. Bu degani menda bizning bakchiq hunarlar qolganda, hunarni endi yo'qib ketmasin desak, endi men o'zimning kasbimni maqtayman endi. Har qo'l hunar bor. Aşı hünərini davamlı qılıb bəsək, bəzəllər oylaydı, bu bəzəllər can beqiş üçün qılman deydi, bəzəllər kəsb qıvalıdı, bəzəllər tərəq qıldırman deydi, hər xil usulda qısaq bulduq. Rus. To'g'ri deysiz aka. Ko'pdan ko'p rahmat, sizni bek avar qildik. Yaxshi narsalarni so'zlab berdingiz. Bundan keyin yana programmalar bo'lsa qatnashib bizga o'zingizning san'atchi fikrlaringizni aytib bersangiz, bizga bu ekran oldidagi ko'rmanlarga xush bo'lamiz. Sizlarga rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat akamsa. Mushada